Assalomu alaykum, hurmatli Nurlicraft server playerlari. Bugun sizlar bilan Nurlicraft serveriga qanday kirishni o'rganamiz. Avvalambor biz sizga bu serverimizga kirishdan oldin biz VPN tarmog'iga kirib olishimiz kerak, ya'ni virtual LAN tarmoqqa. Buning uchun bizga mana Zero Tier degan dastur kerak bo'ladi. Mana nomi Zero Tier. Mana shu programmani yuklab olishing kerak. Xo'p, yuklab olish tushuntirib o'taman, lekin yuklab ko'rsatmayman, chunki hozir server kirmay qoladi, chunki uni yuklagandan keyin ozgina kutish kerak. Xo'p, bu yoqqa yozamiz Zero Tier mana. Zero Tier deb internetga yozsangiz chiqib keladi mana. Keyin birinchisiga bosib olmanglar, bu kerak emas. Bizga mana download qismi kerak, ko'ryapsizlar? Mana download. Shunga bosasizlar. Keyin mana bizga mana bunaqa narsa ochiladi. Bu yerda mana Windowsga bossalang mana bunaqa avtomatik chiqarib beradi mana. MS installer mana shunga bosasizlar va yuklaysizlar. Yuklaganligiga mana fayl tashlab beradi, fayl saqlab olasizlar. Keyin mana ustiga bosib o'rnatasizlar. O'rnatish qiyin emas, oson. Next. Boshqa ish emas. Bu hozir men o'rnatmayman dasturda, chunki o'rnatib bo'lganman o'zi. Endi o'rnatib bo'lgandan keyin Zero Tier degan programma ustiga bitta bosasizlar, mana bunaqa chiqarib beraman. Ikkita qolib ko'ryapsizlar, mana bitta bo'lsin, mana bittasini ko'rsatay sizlarga. Bittasi yopib qo'y mana. Keyin mana shuni ustiga chap tugmachani bosasiz. Iltimos, chap tugmachani bosgan holatda Join New Network ga bosasizlar. Kim bu yoqda bizni Telegram kanalimizda ko'rsatib o'taman hozir. Nurlicraft rasmiy. Mana biz Telegram kanalimizda ko'rsatib o'tilgan mana qo'llanma bor. Mana shu qo'llanmaga rioya qilgan holatda mana IP ni mana bu narsani network ID'mizni olib, bu yoqqa kopiya qilib qo'yasizlar, tashlab qo'yasizlar. Hozir men qilmayman, chunki o'sha tarmoqqa ulanganman, ko'rishingiz mumkin mana. Ikkita tarmoq ulangan, bittasi kerak emas. Asosiy tarmoq mana shu tarmoq. Mana MC server network. Mana shu tarmoq ulangan. Endi men qarang. Xohlagan launcher, launchermi, boshqa launchermi, o'z launcherni ko'rsataman. Xohlagancha klientda kirishingiz mumkin mana. Hozir men launcherdan ko'rsatay. Ozgina o'tkazib yuboraman, chunki ancha sekin chekayim turim. Do'stlar, mana menda ochdi, launcherda ko'rsatdim ki launcherdan xohlagan versiyangiz farq qo'ying, любой versiya. Farq qo'ying mana. 1.20 men hozir Optifine 1.8.9 ga kiryapman. Bu yengilroq versiya. Sizlarga tavsiya qilaman bundan kirishdi. Bundan kirsangiz serverimiz qotmasdan bemalol moshinangiz ishlaydi, qotmaydi umuman. Ping ham kam bo'ladi. Maslahatim 1.8.9 dan kiringlar. Keyin sizlarga zo'r podarkim bor. Resource pack juda ham zo'r va qulay resource pack. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana shu resource pack tushunamadi. Chiroyli animatsiyalar bilan ochilyapti. Mana ko'rishingiz mumkin, juda ham yaxshi resource pack. Mana multiplayer rejimiga o'tamiz. Multiplayer rejimiga o'tgandan keyin mana add server deb bosamiz. Keyin bu yerga biz mana bu yoqdagi IP manzilimizni kiritamiz. Serverimiz IP manzili. Ko'rishingiz mumkin. Mana IP deb yozib qo'yibman. Mana qilmanglar, tushunadi? Shunday belgilaylarda, mana shunday belgilaylarda Ctrl C ni bosinglar. Keyin bitta Ctrl V ni bosinglar va down ni bossalaring, mana bizning serverimiz ochiladi. Hozir men qolgan serverlarim bor bu yerda. Bo'ldi. Endi mana kiramiz serverga. Mana bizning serverimiz ulanmoqda, chunki biz VPN tarmog'ida mana shu yerdan ulanadi. Mana tarmoqda mana MC server network tarmog'idan ulanyapti. Mana login bo'lyapti va mana serverimizga xush kelibsiz do'stlar. Serverimizda ping ham kam, qolgan narsalar ham kam. Bemalol kirishingiz mumkin. Mana serverimiz. Anaqa e'tibor bermaysizlar bular. Ozgina xatolik. Do'stlar, launcherga kirganda shunaqa xatolik bo'lib turadi. Bu meni ishim emas. Bu serverda o'zi shunaqa xatolik bo'ladi. Skinlar almashib qoladi-da, shunda har xil muammolar bo'lishi mumkin. Endi bunga e'tibor bermaysizlar. O'zgartirishga harakat qilganman, lekin bo'lmagan. Chunki hamma har xil skin pack ishlatadi. Shunaqa xatoliklar bo'ladi. Bu serverimizdagi ranklar tekinga yuchdi xohlasangiz, tekinga olish xohlasangiz uchun MVP ranklari bormi, YouTube ranklari bor. Hammasi bepulga qilib beramiz. Faqat siz bu serverda nechadir kun o'ynashgan bo'lishingiz kerak. Buni test tekshiradigan dastur o'rnatamiz va server hali to'liq ishga tushmagan. Ya'ni har xil xatoliklar bo'lishi mumkin. Buning uchun uzr so'rayman. Serverda hali boshqa anaqalar yo'q. Misol uchun faqat Bedwars turibdi. Mana shunda ko'rishingiz mumkin. Bunga anarxiya bor edi, esingizda bo'lsa, oldin Aternos serverimiz qotib qolayotgandi, muammolar bo'layotgan, ishlamayotgandi. Shuning uchun endi biz bunaqa haqiqiy VPS sotib olib, haqiqiy VPS ishlashni boshladik. Ya'ni haqiqiy kompyuterda server qilishni boshladik. Keyin mana kirib ko'ramiz sologa. Mana kiryapmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Qotmasdan nima yuklanyapti. Ranglar tanlaymiz, bemalol o'ynashingiz mumkin. Faqat bu yerda player kam bo'ladi, chunki odam kam. Agar sizlar ko'proq kirsalaring,
serverimiz yaxshi ishlab, gullab ketadi. Mana bizning serverimizga kirgan odamlar, mana shular katta rahmat, serverimizga ancha rivojlanishiga yordam berdilar mana shu odamlar. Mana ko'rishingiz mumkin. Albatta serverimizga ko'proq kirsangiz, biz sizga har xil yutuqlar, podarklar, shunga o'xshash narsalar beramiz. Va serverimizni jamoasiga qo'shib, serverimizdan sizga ma'lum bir foydani ham berishimiz mumkin. Ya'ni siz serverimizga yordam qilsangiz, biz ham sizga yordam qilamiz. Har xil podarklar, sovg'alar. Agar serverimiz rivojlanib ketsa, rivojlanishga katta yordam bersangiz, sizga pul mukofotlari ham taqdirlaymiz. Agar biz serverimizga foyda olsak serverdan. Hozircha ranklar narxi juda arzon, chunki serverimizda odam yo'q. Agar ko'payib ketsa, bu narxlarni albatta normal qilamiz. Hozir esa siz agar ranklar tekin olishni xohlasangiz yoki shu arzon narxlarda sotib olishni xohlasangiz, iltimos tezroq serverga kiring yoki administratorga yozing, sizni anaqangizga, akkauntingizga rank tashlab beramiz. Agar ranklar tekinga olishni xohlasangiz, serverga qandaydir hissa qo'shing, misol uchun odam olib kelib bering, boshqa narsa qiling va shu qilgan ishingiz haqida adminlarga yozing, biz sizni tekshiramiz va sizga tekin rank beramiz. Tekin rank berish tartibi. Xo'p, VIP rankni tekinga olish imkoniyatlari. Siz serverga ko'pi bilan 5 ta odam olib kirsangiz, 5 ta odam taklif qilsangiz, referlarni havola orqali, referlarni havola qilamiz. Ya'ni server kirganda komandaga yozadi. Men shu odam taklif qildi deb. Shunda o'sha odam taklif qilgancha o'sha odamga bitta plus bo'ladi va unga rank beriladi avtomatik ravishda. Uni admin bermaydi, avtomatik ravishda tizimni o'zi beradi. Shunaqa funksiyalar qo'shmoqchimiz. Albatta siz hozirchalik kirishingiz ham mumkin. Hozir kirgan holatingizda biz adminlar sizga albatta yordam beramiz rank berishda. Agar siz ranklarni odam chaqirishga menga to'g'ri kelmaydi desangiz, shunchaki ranklarni hozir shu turgan narxlarda arzon narxlarda sotib olishingiz mumkin. Ko'ryapsiz, juda arzon narxlar. Bunaqa narxlar hali hech qaysi serverda yo'q menimcha. Juda ham arzon. Albatta bundan foydalanib qoling. Bu ping uchun juda ham arziydi. Juda ham kam ping ko'rishingiz mumkin. Biz yana bundan ham kuchayishga harakat qilamiz Nurlicraft serveri. Biz jamoamiz bilan birga mana shu Nurlicraft serverini albatta yaxshilashga harakat qilamiz. Hozir serverimiz VPS da turibdi, ya'ni haqiqiy VPS da 24/7 ishlashini ta'minlashga harakat qilyapmiz. Lekin baribir ham odam kirmagan sababli biz ham unga pul to'lashimiz kerak. Shunga qarab harakat qilamiz. Hurmatli do'stlar, Nurlicraft playerlari, iltimos serverimizga kiring. Qancha ko'p o'ynasangiz, serverni yashnashiga, serverni yashab qolishiga yordam bergan bo'lasiz. Serverimizga motivatsiya bo'ladi bizga. Agar odam kirsa, bizga yoqadi. Qancha ko'proq odam o'ynasa, serverimizda shuncha yaxshi. Agar iloji bo'lsa, iltimos mana serverga kiring. Sizlarga yaxshi server bemalol qotmasdan maza qilib o'ynashingiz mumkin. Hamma maplar bor. 50 tadan ortiq map bor bizda mana. Misol uchun bu yerda nechta map ekan mana. Shuncha map bor, ko'rishingiz mumkin. Mana duo rejimi. Bu yerda mana 3x3, ya'ni 3x3 ko'ryapsiz, juda ko'p maplar bor. Bularni qilib chiqqanimizga ham ancha vaqtimiz ketdi. Bizning mehnatimizga qadrsizlang, shu maplar kirib maza qilib o'ynaylar mana 4v. Bitta map bor bunda, bu 4x4. Keyin bu yerda biz hech qaysi serverda yo'q narsani qo'shishga harakat qildik. Bu har xil o'yinlar, masalan uchun Bed Wars Faultless, yo'qsa mana 4v4. Bu har ko'p serverlarda yo'q albatta. Mana bizlar Bedrash o'yin bilsangiz kerak, juda ham mashhur o'yin. Bitta grafik hook degan o'yinimiz bor. Har xil o'yinlar bor, qo'shimcha yana. Keyin bu serverda yana boshqa rejimlar ham qo'shamiz. Agar odam kirsa, qo'shishimiz mumkin. Odam kirmasa yoki ko'pchilik bo'lmasa, iloji boricha serverda taklif qilishdi. Ko'proq odam taklif qilishni xohlasangiz, tezroq kiring. Endi serverda tekin ranklar berilmaydi. Hatto adminlar ham rank olishi mumkin emas. Endi bizning serverimizda faqat YouTube ranki tekin. Qolgan ranklar tekin olish uchun siz referlarning havola orqali kirgan odamni belgilab ketishingiz kerak. Ya'ni siz mana taklif qilasiz, odam kiradi, u serverga kirgandan keyin u sizni tanlaydi. Mana shu odam meni taklif qildi, refer deb yozadi, shu nikingizni yozadi. Keyin u sizni referlarning havolangizni ma'lum bir odam sizga tashlasangiz, 5 ta odam tashlasa, sizga mana VIP rankini avtomatik ravishda beradi. Tekinga, ma'lum bir kunga, masalan 1 oyga, 2 oyga berishi mumkin. Endi qancha odam taklif qilganingizga qarab o'zgarib ketaveradi. Endi bu ranklarni xususiyatlariga kelsak, misol uchun MVP rankida sizda mana bu yoqda mana Forge Start shunga o'xshash narsalar ishlaydi mana. Ko'ryapsiz, menda ishlamayapti chunki menda rank yo'q. Keyin map tanlash imkoniyatlari, keyin mana bitta random favorit bor, favorit ishlashi mumkin. Map tanlash, random map shunga o'xshash funksiyalar ishlaydi. Keyin mana bu yoqda ko'rishingiz mumkin mana har xil kosmetikalar.
misol uchun mana bularni ochish mumkin, mana sweep ochish mumkin faqat mana shu narsani ko'ryapsizmi? Bir rang ochsangiz mana shunaqa qo'shimcha narsalar bo'ladi. Bu ko'ryapsiz mana bu yerga ko'raman. Men hozir serverda OP bo'lganim uchun mana ochamiz mana. Wow. Endi mana ko'rish mumkin bizda mana Epic Villager berdi. Mana bu yoqdan ko'rish mumkin. Cosmeticsga kiramiz. Bu yoqda mana bizda hammasi ochiq почти. Mana collaboration, cosmetics, my profile, game menu, cosmeticsga kiraylik. Keyin mana mana bu yerda har xil funksiyalar bor. Please. Keyin mana shu yerdan chiqib ketaylik-da. Bed destroyed effektlar, har xil bunaqa effektlar bo'ladi. Bed destroyed qilsangiz shunga o'xshash narsalar ochishingiz mumkin. Wood skins bunaqa woodlarni o'zgartirib qo'yishingiz mumkin mana. Va pulga ochish mumkin mana kostda. Ya'ni mana coinlarga ochish mumkin. Ko'ryapsizmi? Bizda mana shu coinlar to'planadi avtomatik ravishda. Har bir o'yindan coin to'playsiz, coin to'plab mana shu sotib olishingiz mumkin. Juda ham ko'p funksiyalari bor bizda. Balansini mana ko'rishingiz mumkin. 1.5 ga. Bu pulga hisoblanadi, ya'ni manamga hisoblanadi. 1500 ga ko'ryapsiz mana. 1500 mana. Shunga o'xshash qo'shimcha funksiyalar bor. Mana Shopkin skin manaqa bo'ladi-yu shoplarda skinlari. Keyin mana kill messages shunga o'xshash narsalar, har xil funksiyalar bor serverimizda. Mana final kill effektlar. Endi qo'shimcha narsa ko'rsataman sizlarga. Collaborations. Mana shu narsani olishingiz mumkin. Mushtani vault mana narsadan mana shu narsani olishingiz mumkin mana. Bu yerda headlar bor mana, har xil head ko'rishingiz mumkin. Har xilcha ikonlar, shunga o'xshash narsalar, qo'shimcha narsalar, shular olishingiz mumkin ranklarga. Juda ko'p mana. Har xil narsalar. Hozir sizga ko'rsataman, masalan, bannerlar mana. Misol uchun bitta bannerlar ba'zilar o'qimayapti server. Bular xatoliklarni to'g'rilaymiz albatta. Keyin mana pik qo'shaylik. Mana shunaqa pik qo'yaylik. Mana ko'ryapsiz, cho'chqacha paydo bo'lib qoldi. Yozuvni ko'ryapsizmi? Shunaqa zo'r funksiyalar bor serverimizda. Keyin mana buni o'zgartiramiz. Buni yopib qo'yamiz. Mana shunaqa qilsang o'chib ketadi. Particle effektlar bor. Animated headlar bor, ya'ni animatsion bosh kiyim. Mana shuni qo'yaylik qani. Mana ko'ryapsizlarmi? Zo'ra? Ajoyib. Men qo'yloqqan odam bo'ldim. Ko'rishingiz mumkin. Shunga o'xshash narsalar bor. Albatta serverimizga kiring va mazza qilib o'ynang. Bundan tashqari yaqinda yana videolarni ham qilamiz. Serverimizni borgan sari takomillashtiramiz. Keyin yaqinda server ochish haqida, shu haqida videolar ham qilmoqchimiz. Keyin biz yaqinda hosting servis qilamiz. O'sha hosting serverimizga tekin hosting yutib olmoqchi bo'lsangiz, albatta mana shu serverga kirib o'ynab turing. Chunki hamma yangiliklar Nurli Craft serverda. Xayr do'stlar.